Bu videoda masalliy Telegram botimiz yordamida neurofotosessiya qilishni ko'rsataman. Buning uchun biz Telegram botimizga kiramiz va AI Photo Studio tugmasiga bosamiz. Neurofotosessiyamiz boshlashdan oldin masallaga ozgina ma'lumot bermoqchiman. O'zi neurofotosessiya nima degani? Oddiy rasmlarimizni Telegram botimizga yuklab, mana shu rasmlarni chiroyli, professional, turli stildagi rasmlarga o'zgartirishimiz neurofotosessiya deyiladi. Misol uchun mana hozir ekranda ko'rib turganingizdek, shaxloni ikkala rasmi ham neurofotosessiya orqali qilingan. Endi neurofotosessiya qilishimiz uchun biz birinchi o'rinda AI avatarimizni yasashimiz kerak. Endi sizlarda savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. AI avatar o'zi nima deb? AI avatar bizni sun'iy intellektdagi ko'rinishimiz AI avatar deyiladi. Agar bizni Telegram botimizda AI avatarimiz bo'lmasa, Telegram botimiz qadam-qadam uni qanaqa yaratish kerak va qanaqa fotosessiya qilish kerak hammasini ko'rsatib boradi. Keling endi buni birgalikda amalda sinab ko'ramiz. Neurofotosessiya qilishimiz uchun biz AI fotosessiya tugmasiga bosamiz. Agar biz balansimizda fotosessiya qilish uchun yoki AI avatar yasash uchun yetarlicha ball bo'lmasa, birinchi o'rinda biz to'lov qilib hisobimizni to'ldirib olishimiz kerak. Buning uchun biz to'lovni qilish tugmasiga bosamiz. Bu yerda to'lov haqida umumiy ma'lumot berib o'tilgan. Bu yerda biz 3 ta paketni ko'rishimiz mumkin. Biz 300 ballik paket, 500 yoki 1000 ballik paket olishimiz mumkin. Agar bizda AI avatarimiz bo'lmasa, biz 1000 ballik paket olishimiz kerak. Endi agar biz 1000 ballik paket oladigan bo'lsak, biz bunga nimalar qila olamiz? Birinchi o'rinda biz 700 balga AI avatarini yasa olamiz va qolgan 300 balga 35 ta, 37 ta professional fotosessiya rasmlarini qila olamiz. Eslatib o'tmoqchiman, AI avatar yasaganimizdan keyin bu avatarimiz 3 oy davomida turadi. Bu degani 3 oy davomida faqatgina siz fotosessiya uchun, fotosessiya rasmlari uchun pul to'laysiz xolos. Bu degani bitta rasm uchun 8 ball to'laysiz xolos. Endi 3 oydan keyin AI avataringiz eskirgandan keyin yana boshqatdan AI avatar yasash kerak bo'ladi. Lekin agar bizda AI avatarimiz bo'ladigan bo'lsa, 300 ball yoki 500 ball tanlashimiz mumkin. 300 ballga biz 35 ta, 37 ta rasm qilishimiz mumkin, 500 ballga 60 ga yaqin rasm qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi biz o'zimizga mos paket tanlaganimizdan keyin qanaqa qilib sotib olishimiz mumkin? Birinchi o'rinda mana karta nomeri ko'rsatib o'tilgan. Mana shu karta nomeriga sizlar o'zingizlar tanlagan paketga to'lov qilishingiz mumkin. Keyin ikkinchi qadam sifatida to'lov qilib bo'lganingizdan keyin to'lovni chekini Alixanova Sotuv 2 Telegramga yuborishingiz kerak. Keyin biz to'lovingizni sotishda ko'rib chiqamiz va biz sizga promokod beramiz. Mana shu promokodni kiritib siz ball olishingiz mumkin. Promokodni kiritish uchun promokod kiritish tugmasini bosamiz. Menda tayyor promokod bor. Mana shu promokodni terib, hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana men promokod terganimdan keyin tabriklaymiz degan menga xabar keldi. Bu xabarda necha ballga ega bo'lganimni ham ko'rsatyapti. Endi agar men profilimga qaytib balansimni tekshiradigan bo'lsam, balansimda 2000 dan ortiq ball bor. Bu bilan endi men bemalol avatar yasab fotosessiya qilishim mumkin. Endi biz fotosessiya tugmasiga bosib, fotosessiyalarimizni amalga oshirishimiz mumkin. Bu yerda biz fotosessiya uchun 15 dan ortiq stillarni qilganmiz. Mana shu stillarni xohlagan bittasini ishlatishingiz mumkin yoki o'zingiz prompt kiritish tugmasini bosib, xohlagan promptingizni kiritib fotosessiya qilishingiz mumkin bo'ladi. Endi kelinglar, misol uchun tayyor stillardan bittasini tanlaymiz. Mana hozir men tayyor stillardan bittasini tanlaganimdan keyin menga xabar kelyapti. Fotosessiya qilish uchun avataringiz yo'q. Birinchi o'rinda men avatar yasab olishim kerak. Avatar yasash uchun men avatar tugmasini bosaman. Pastda endi men avatarim uchun nom berishim kerak. Men o'zimning nomimni qo'yib, avatar degan so'zni unga qo'shib qo'yishim mumkin. Mana Shahlo uchun men yangi avatar qilyapman. Shuning uchun men Shahlo new avatar degan so'zni qo'ydim. Avatarimizga to'g'ri nom berishimiz juda ham muhim, chunki biz buni promptlarimizda ishlatib, sifatli fotosessiyalar qilishimiz mumkin. Bu yerda Telegram botimiz avatar uchun noto'g'ri nom kiritganimni ko'rsatyapti. Faqatgina bitta so'zdan tashkil topsin deyapti. Shuning uchun endi men boshqatdan bitta so'zdan tashkil topgan avatar nomini kiritaman. Mana hozir men bitta so'zdan tashkil topgan avatar nomini kiritdim. Avatar uchun nomni to'g'ri kiritganimizdan keyin keyingi qadamimiz avatar yazash uchun qanaqa rasmlarni qo'yishimiz kerak, qanaqa rasmlarni yuklashimiz kerak. Shu haqida ma'lumot berib o'tilgan. Birinchi o'rinda biz oldi tomondan yuzimiz ko'rinib turgan rasmlardan yuklashimiz kerak. Yon tomonga qarab turgan rasmimizni ham yuklasak bo'ladi. To'liq ko'rinishimizdagi rasmni ham yuklasak bo'ladi va yaxshi yorug'likda tiniq olingan rasmlarni yuklashimiz kerak. Rasmlarimiz orasida yuzimiz yopib tushgan rasmlarni yuklamasligimiz kerak. Sifatli bizga o'xshagan sun'iy intellekt avatarimizni yaratishimiz uchun 30 tagacha rasm kerak bo'ladi. Mana barcha ma'lumotni o'qib chiqqanimdan keyin nima rasmlarni yuklasam bo'ladi? Rasmni yuklash tugmasini bosaman-da va Shahloning barcha rasmlarini tanlab chiqaman. Shahloning turli rasmlarini uzoqdan yaqindan yuzlari aniq ko'ringan rasmlarni men tanlab olaman. Demak, bu rasmlarning hammasi deyarli yaxshi. Mana hozir men Shahloning 40 ga yaqin rasmni tanlab oldim. Bu rasmlardan ko'radigan bo'lsanglar, yuzi ham yon tomondan, chap tomondan, tepaga, pastga har xil turdagi rasmlarni tanlab oldim. Nimaga yon tomonga qarab turgan rasmlar ham juda ham muhim? Chunki agar biz neurofotosessiya qilayotganimizda, fotosessiyalarda ayrim holatlarda biz yon tomonga qarab turadigan bo'lsak, bizda avatarlarimiz bilishi kerak. Shuning uchun biz turli tomonga qarab turganimiz, yuzimiz to'g'riga qarab turgan, yon tomonga qarab turganini qo'yadigan bo'lsak, bizda avatarimiz shundan o'rganib, bizni yon tomondan ham ko'rishimizni yaxshilab bilib oladi. Endi biz rasmlarni tanlab bo'lganimizdan keyin Telegram botimizga yuborishimiz mumkin.
Mana hozir biz ko'rishimiz mumkin 30 dan oshiq rasmlarimizni yukladik. Agar biz hamma rasmlarimizni yuklagan bo'lgan bo'lsak, avatar yaratish tugmasini bu yerda bosishimiz mumkin. Mana avatarimiz tayyorlanish jarayoni boshlandi. Bu jarayon o'rtacha 10-15 minut vaqt olishi mumkin bo'ladi. Bu vaqt ichida Telegram botimizni boshqa funksiyalardan foydalanmasliklaringni tavsiya qilaman. Mana biz avatarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi bemalol fotosessiya qilishimiz mumkin. Buning uchun biz AI Photo Studio tugmasiga bosamiz va AI fotosessiyaga kiramiz. Bu yerda kirganimizdan keyin bizda 15 dan ortiq tayyor stillarimiz bor. Xohlaganimiz tanlab fotosessiya qilishimiz mumkin. Misol uchun men bitta stilni tanlaydigan bo'lsam, misol uchun men kafeda tanlaydigan bo'lsam, bu yerda menda savol tug'iladi, qaysi avatar uchun fotosessiya qilmoqchisiz? Bizda bir nechta avatarlar bo'lishi mumkin, shuning uchun bittasini tanlashimiz kerak. Mani kesimda hozir bitta avatar bor. Shahloni tanlab belgilaydigan bo'lsam, menga hozir 1 daqiqa ichida fotosessiya qilib beradi. Mana shu kafe ko'rinishida, kafe stilida. Mana hozir bizning fotosessiyamiz tayyor bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek, Shahloni hozir kafeda o'tirgan holatida fotosessiya qilib berdi. Ko'rishimiz mumkin. Shahlo o'ziga o'xshagan, rezultati ham yaxshi. Endi bu rasmlarni biz o'zimiz galereyamizga saqlanib qo'yishimiz mumkin. Mana bu yerga bosib yoki agar bizga yaxshiroq sifatli mana shu rasmda yaxshiroq sifatlisi kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu havolaga bosadigan bo'lsak, biz undan ham yaxshiroq, sifatliroq tarzda biz skachat qilishimiz mumkin bo'ladi. Agar biz bu yerda yozilmagan stillar bo'yicha fotosessiya qilmoqchi bo'lsak, buning uchun biz prompt kiritish tugmasini bosib, o'zimizni promptimizni bemalol kiritib fotosessiya qilishimiz mumkin. Fotosessiyamiz sifatli bizga o'xshagan chiqishi uchun biz 30 dan ortiq rasmlarni yuklashimiz kerak. Mana hozir biz kesimizda ko'rishingiz mumkin. 37 ta rasmda biz Shahloni keysida yukladik va qilayotgan fotosessiyalarimiz Shahloni o'ziga o'xshagan. Yana bir bor men eslatib o'taman, rasmlarimizda yuzlarimiz yaqindan olinishi kerak, yaqindan yaxshi ko'rinishi kerak va uzoqdan ham bizga rasmlar kerak bo'ladi. Bitta ikkita shunaqa bizni uzoqdan ko'rinishimizni bilib olishi uchun. Mana hozir ko'rib turganingizdek, ekranda ko'rib turganingizdek, Shahroni har xil emotsiyalarda uzoqdan, yaqindan, asosan yuzi yaxshi ko'ringan holatda biz mana rasmga olib 37 ta rasmni yuklab AI avatar biz yasadik. Shuning uchun sizlar ham AI avatar uchun o'zingizlarning yuzinglar yaxshi ko'ringan 30 dan ortiq yaxshi rasm tanlaydigan bo'lsanglar, sizlarga o'xshagan rasmlarni fotosessiya qilib beradi. Agar siz fotosessiyalaringizda rasmlaringiz o'ziga o'xshamayotgan bo'lsa, demak siz yuklash davomida, rasmlarni yuklash davomida noto'g'ri rasmlar yuklagansiz yoki yetarlicha rasm yuklamagansiz. Aytib o'tganimdek, 30 dan ortiq 30 tacha rasm yuklaydigan bo'lsak, asosan yuzimiz ko'ringan, yaqindan ko'ringan rasmni yuklaydigan bo'lsak, xudo xolasa biz xohlagan rezultatni, natijani beradi.